Hammaga salom, sizlar bilan Kamron. Jigarlar, ulkanroq video qo'ymaganimga ham ko'p bo'libdi. Bugungi videoda Livitda krisalik joylarni ko'rib chiqamiz. Jigarlar, keyin hozir video boshlanmasidan oldin like, obuna bo'lishni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Chunki men 22 ta bo'ldim, yana 28 obunachidan keyin men 50 ta bo'laman. O'zim niyatim 50 ta bo'lish edi. Agar har bir ko'rayotgan odam like, obuna bosib podpishka etsa, keyin men yana konkurs qilyapman. Shu konkursda yutishim mumkin. 60 UC. Ya'ni 60 UC beraman bitta odamga. Ya'ni 120 UC oladi. 60 UC beraman, yana 60 UC podarkadan keyin 120 UC bo'ladi. Jigarlar, shuning uchun hozir 120 UC yutish uchun menga aktiv bo'lasizlar, menga obuna bo'lasizlar, like bosasizlar, shu bilan bo'ldi. Shunaqa bo'lib bersanglar, aktiv bo'lib bersanglar bo'ldi. Bitta odamni aniqlaymiz, shu odamga 60 UC beraman. Ya'ni nima podarkasi bilan 120 UC bo'ladi. Bo'lmasa qani videoga ketdik. Jigarlar, hozir men mana unaqa bosaman. Ya'ni sizlarga reytingingizda ko'rsatib beraman. Sizlar esa reytingingizda ham bajarishinglar mumkin. Bo'lmasa qani ketdik. Jigarlar, bu faqat kirisa joylar bo'ladi. Ya'ni sizlar saralashdan o'ta olmayotganlar bo'lsa, shunaqa top 1 ga, top 8 ga, top 10 ga harakat qilishinglar mumkin. Shunaqa bir joyda yotasizlar. Shunaqa qilib birdan bu Livitda kirisa joylar juda ko'p. Men sizlarga birdan sanab beraman. Jigarlar, birinchi joyimiz hozir. Men ko'rgandim bir joyni, shu yerga ham zona berishi mumkin edi. Hozir. To'polya qayt edi u? Hozir ko'rsaman birinchi krisalik joyni. Hozir reytinglarda ham buni qilsanglar bo'ladi. Mana birinchi joyimiz esimga keldi. Jigarlar, sizlar o'zingizlar xohishinglar bilan yo monetka yo bu yerga tushishinglar mumkin. Men shu yerga tushaman. Yo bu yerga emas, monetka tushishni tavsiya qilaman. Chunki hamma eventga tushayotganda sizlar bu yerga tushasizlar. Bu yerda mashin topish ham mumkin. Mashin topish mumkin debman, mashin bo'ladi. Shuning uchun chetga tushgan yaxshi. Bu yerdan jigarlar tavsiya beraman, oynadan kiringlar, chunki odam yo'q deb o'ylaydi va odam kelsa ketaveradi boshqa joyga. Shuning uchun oynadan kirishinglarni tavsiya beraman. Bu faqat taktikaga ishlaydi va agar saralashdan o'ta olmayotgan bo'lsanglar yoki to'pga harakat qilayotgan bo'lsanglar ishlaydi. Jigarlar, keyin mana unaqa tip qolmanglar. Agar ochib qo'ysanglar ham keyin yopib ketinglar. Chunki odam kelsa lut qilinganini ko'radi va ketaveradi. Bot lut qilgan deydi. Faqat eshikni ochmanglar. Eng yaxshi eshikni ochmay yuringlar. Hammani savoli nimaga yumpiga qo'yding deganlar. Jigarlar, yumpini o'g'i kamroq, shuning uchun yumpiga qo'ygan yaxshi. Bunaqa botlar otadi-yu, shunaqada borishni tavsiya bermayman. Chunki botlar otib turgan joyga ham rost odamlar yoki ko'p o'yinli odamlar keladi-da, siz ham o'ldirib ketadi. Shuning uchun botlar otsa ham e'tibor bermay o'tib ketavering. Jigarlar, mana zona ham. Jigarlar, keyin hozir zonadan ketamiz. Jigarlar, zona qilindimi ketinglar tavsiyam. Chunki hozir zona kelgandan ketsanglar, u krisalik joylarga boshqa odam borib olishi mumkin. Ikkinchi krisalik joy sal uzoqroq, lekin men sizlarga pistirma bilan qilmoqchiman. Shuning uchun
hozir u joyga boramiz. U yer ko'prik. Ko'prikdan ko'rsatib o'taman. Shunda-da mashinada hozir boraman u yerga. Ochman yonida o'tib ketar ekanmiz. Tavsiyam event yonidan o'tmanglar. Chunki event yonidan o'tib ketganlar bilan sizlarning qayerga borganinglarni odam sezib qolishi mumkin. Asosiy joylardan biri bu Midstein bo'ladi. Midsteinga borishni ham tavsiya bermayman. Chunki Midsteinda odam juda ko'p bo'ladi. Ya'ni eventdan ko'plar o'ladi. Shu o'lganlar ana ko'rdinglarmi? Hozir bitta rost odam shu botlar chaqirgan joyga boribdi. Shuning uchun borishni tavsiya bermayman. Jalla ko'rdinglar, mana hamma odamlarning yonida o'tib ketyapman. Tavsiyam yonida o'tib ketinglar. To'xtab yana ochib yurmanglar, o'lib qolishinglar mumkin. Shuning uchun jimgina o'tib ketaveringlar. Hozir men mashinada botligim bilinib qolyapti. Men mashina haydamayman. Ya'ni men avvallar squatim bo'lardi. Shu squatimda bitta odam mashina haydardi. Hozir sizlarga tushuntiraman. Qani keldikmi pashti mana kelibmiz. Mana shu yerda qaranglar, agar sizlar mashina bilan kelasizlar, qaranglar mashinani qayerga qo'yamiz degan savolga bugun javob beraman. Menga qaranglar deb qo'y, mana ko'rsataman. Mashina qilib deb qo'yib qo'yasizlar va bu yerda yangi mashina deb o'ylaydi-da qo'yadi. Endi sizlarga ko'rsatadigan joyim. Bu yerga yotib kirasizlar deb asta yotasizlar. Monetadan o'tinglar. Mana asta o'tirib o'tasizlar bo'ladi. Endi bu yerda yotsanglar, uncha-muncha odam sezmaydi. Monetadan yota olasizlar va odam yoninglardan o'tganda ham baribir u yerda odam bor deb o'ylamaydi. Mana. Monetaga anaqa mashina ekan, lut beradigan. Monetaga yotib olsanglar bilmaydi. Jigarlar shuncha mehnat qilyapman. Bitta obuna like bosish esdan chiqmasa. 3-joyimizni aytadigan bo'lsam, 3-joyimiz mana shu yer. Qani edi u? Qaragaga g'oyib bo'ldi. Mana. Jigarlar u yerni zona bosibdi. Agar sizlarda mana shu 3ta uyni zona bosmagan bo'lsa, shu yerda yotishinglarni tavsiya beraman. Hech kim yo'q bo'ladi u yerda. Endi yana joylarimiz sanab o'tsak, hozir bu yerdan chiqmay sizlarga joyimizni ko'rsataman. Bo'lmasa qani ketdik. Keyingi joyimiz qayer? Keyingi joyimiz mana shu yerga borib qo'ymanglar. Bu yerda odam bo'ladi. Endi sizlarga yana bir tavsiyam bor. Crabgrass mana shu yerda joy bor. Ana shu yerga borsanglar hech kim sezmaydi. Ana shu yerga hozir boramiz. Kirsa joylarda bu ham. Ana shundan keyin video tugaydi. Chunki video juda ko'p bo'lmasligi kerak. YouTube ban berishi mumkin. Shuning uchun agar ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, 7 ta like qilinglar. 7 ta like prosta kallamga kelgan sonni aytdim. O'zimga aktivimga qarab u sonni aytdim. Jala u yerni ham zona bosibdi. Endi sizlarga piyoda yurishni tavsiya beraman. Bitta kirsa joy topamizda, shu yerda turib sizlarga yana bitta agar oxirgi zonagacha agar men yasholmasam sizlarga joy qoldirib ketaman. Mana shu yer keyingisi yana bormanglar degandim, chunki zonani oxirrog'ida borishinglarni tavsiya beraman. Endi keyingi joyimiz mana shu yer bo'ladi. Bu yerga ham zonani oxirida borishni tavsiya beraman, chunki zonani hozir borib qo'ysangiz bo'lmaydi-da. Hozir debman. Zonani oxirrog'ida top 10, 15, 17, 20 larda borsangiz bo'ladi. Top 30 larda borishni tavsiya bermayman, chunki unaqa payt u yerda odam lut qilib yurgan bo'ladi, ya'ni o'g'irlar yuradi u yerda. Shuning uchun agar sizlar qaranglarda
Agar sizlarni mana shu yerda zona bosmagan bo'lsa, otyapti. Yalla bu yerdan suramiz. Chunki bu yerda odam bor ekan. Hozirlarga ana tualetga boramanda shu yerdan mana shu yerda zona bossa, mana shu tualet ham bor. Agar u tualet ham bo'lmasa, sizlarga bitta zo'r joy ko'rsataman. Mana shu yerda bitta joy bor. Hozirlarga uni ko'rsataman. Hozirlarga o'zimni optim, taktikam bilan ko'rsatyapman. Shuning uchun agar xatoliklar bo'lsa, deb so'rayman. Mana shunaqa joyi bor. Mana shu yerda yotsanglar, anta odam kelmaydi. Agar ko'p qolsa, bu yog'iga o't orsizlar ham bo'ladi. Hozirlarga bitta zo'r joy ko'rsataman deganda u yerni olib tashlabdi. Mana. Ha, shu yerda yotsanglar ham bo'ladi. Aptechka urib olay. Mana shu yerda yotsanglar ham yaxshi joy. Jigarlar, mana shu yerga zonani oxirini berib qolsa, shu yerga boringlar, lekin odam lut qilib bo'lgandan keyin boringlar. Jigarlar, hozir bu yerni ham mana shu yotgan joyimda ham ko'p yotishni tavsiya bermayman, chunki bu yerga tez zona bosib ketadi va o'lish foizinglar ko'payib ketadi. Shuning uchun men aytgan joylarga, manitlarga boraveringlar, zonani oxirida boringlar. Mana shu yer bor, mana shu yerda o'tirsanglar, ana yaxshi joy. Endi biz ham manitga boramiz. Ya'ni orqamda odam bor, shuning uchun tezroq borishga harakat qilaman. Ozgina lut qolsanglar hech nima qilmaydi. Pritsellar olib, normal miltiqlar olib, lut qilsanglar bo'laveradi. Lekin juda ko'p lut qilolmanglar. Menga o'xshab ikkita yaxshi miltiq, bitta pritsel olinglar, bo'ldi. Ana jigarlar, mana bunaqa narsalar yuradi. Buni mana unaqa qilib bitta urishda yo'qotib olsanglar bo'ladi. Nima qilib bitta urasizlar bo'ldi jigarlar. Mana shak beradi u. Bitta urishda o'ylamay qol. Mana shunaqa qilib urasizlar bo'ladi. Hozir mana uni aptechka uramiz, keyin tez suramiz, chunki anita boshida odam bor edi, eslasanglar. Buni yonidan o'taveraylar, chunki bu yerda mana otib qo'yadi, shunaqa qilib. Otib qo'yadi shunaqa qilib. Yana keyingi joyimiz mana edi. Mana shu tualetga ko'rmasdan kiringlar, iltimos. Sizlardan shunaqa ko'rmasdan kirasizlar. Keyin shetda zonani oxirigacha o'tirasizlar. Shunaqa qilib ana o'qlab oling. Zonani oxirigacha shetda o'tiringlar. Juda oxirigacha emasdi. Zona shu yerga berganda o'tiringlar. Agar boshqa joyga berib qolsa yoki odam ko'rsanglar, orqasida bo'lsanglar otinglar. Agar oldida sizlarni ko'rib qolgan bo'lsa, otishni tavsiya bermayman. Lekin u sizni ko'rmagan bo'lsa, otaveringlar. Masalan, anetlarda bo'lsa, u odam sizga qaramagan bo'lsa, otaveringlar. Otmaymiz, chunki uni squati bor. Squati ham shetlarda yuribdi. Bitta otsam menga squat keladi. Jigarlar, taktika bilan shunaqa qilib osga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni saralash dedim, videoni boshida eslagan bo'lsangiz, saralash uchun krisalar joylar deganman. Shuning uchun faqat saralash yoki shunaqa qilib to'pga chiqish uchun joylar bu. Shuni eslab qo'yinglar jigarlar. Keyingi joyimiz agar shetga Pinkorxusga berib qolsa, mana shu joyga boringlar. Bu yer chunki hozir magazinning yoni, lekin magazin emas. Sizlar yoningizdan odam o'tib ketaveradi, sizlarni bilmaydi. Mana yoningizda agar odam ochayotgan bo'lsa, aralashishni tavsiya bermayman. Mana shu uyda yotsanglar ham bo'ladi. Lekin bu yerda ham aytganimdek ko'p yotish kerak emas. Shetda yotish kerak, lekin vaqtidan ko'p yotmanglar.
Bunaqa mashinalar yoninglarda turadi, shuning uchun odam kelib ketadi. Va shunaqa top 5 ga ham kirdik jigarlar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr. Obuna, like bosish esdan chiqmasa hammaga xayr. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan Kamron bo'ldi. Obuna bo'linglar jigarlar.